Xotin, aya. Qo'yan jo'llaringiz bilan sondirab kelyapsizmi? Qilla qizim, jidan tadi uxlab qolmag'anman. Nima aytib kino olding? Ayam bilan buvim sizdan arazlab ketib qoldi. Aybdor topish uchun bundan buyog'iga. Buvim ham o'zim, ayam ham o'zim. U qanaqa bo'ladi? Uftoz jonga tegib ketdi. O'tirsam opoq, tursam sopog'man. Bu nolashiga qaraganda ayasini o'xshatyapti. Endi shaqillamashdan shuni qiling. Chuchchi, aya urushurmangizlar. Sen o'z onangga gap qaytaryapsanmi? Voy davlini moshyapti. Ayamni bahana kasalni o'xshatyapti lekin. Amana siqqa kuyib ketdi. Ozgina pul bering, sallanka qo'yni oling. Pul zotim borma, senga yo'q pulim. Bor qiri. Ular puldan tushqani. Jonlarim bilan gastakka bormoqchi edim. Bo'ldi, aya mani. Qolganidan berib qirib soq. Bugun ham ishga peshkom ketganman-da. Uyga o'lsam ham qaytmayman. To'yib ketdim, ketaman. Ketsinki turagina. O'g'limga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Aya xotinimni yaxshi ko'raman, o'g'lim buzilib ketmasin. Ishi aralashma. Astara qizim, hadisalar eshitadi. Voy yuragim. Bo'ldi, aya bilganingiz qilag'in, Kuzatuvlarimdan shu narsa aniq bo'ldiki, dadam bechorani adoyi tomon qilibdilar-ku. Voy, uzr. Agar yana dadamdan bir dona sochi to'kilsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Rahmat qizim, baraka top. Men ko'rgan ma'naviy zararlarni ham undirib berishingizni so'rayman. To'g'ri, jonlari bilan bir hafta tog'da dam olishga ruxsat berilsin. Ruxsat. Joningdan bizni qiz dadasi tuqqan qiz emas, dadasini tuqqan qiz-da.